Assalomu alaykum, Tartib portaliga xush kelibsiz. Bugun biz onlayn dars o'tuvchi o'qituvchilar uchun juda ham katta va foydali o'zgarishni loyihamizga kiritdik. Endilikda ustozlar alohida davomat olishlari shart emas. Hatto o'quvchining o'zi ham davomat olishi shart emas. Shunchaki Excel orqali Zoom berayotgan formani loyihaga yuklash kifoya. Keling, mana barcha bolalarni absent qildim va o'sha Zoomda olingan o'zgarishlarni Excelni bu yerga yukladim. Shunda agar qayta refresh qiladigan bo'lsak, mana presentlarni ko'rsatdi va absentlarni ham yozib chiqdi. Kirgan soatlarini agar xatolik bo'lib absent bo'ladigan bo'lsa, kerakli ma'lumotlarni yozib qo'yadi va mana bu yerda chiroyli statistikani ko'rishingiz mumkin. Bir klikda barchaga avtomatik xabarnomani SMS-ni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Endilikda ustozlar yarim soat, misol uchun 100 ta o'quvchiga davomat olishga sarflaydigan bo'lsa, bemalol yarim soatning ichida darsni o'tishingiz mumkin. Dars tugagandan keyin 2 daqiqada Zoomdan kerakli Excel faylni yuklab olib, tartibga bersangiz, avtomatik davomat olinadi va kerakli insightlar siz bilan ulashiladi. Misol uchun, bola Zoom davomida qancha daqiqa o'tirdi? 1 soatlik darsda yarim soat o'tirdimi? 10 daqiqa o'tirib keldi degan davomat olyaptimi? Hammasi sizda granular, ya'ni eng kichik atomik holatda sizda ko'rsatiladi va xulosa chiqarishingiz uchun analitikalar hosil qilinadi. O'ylaymanki, bu imkoniyat sizlar uchun foydali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.